qizim, kep shu yigitni tanladingmi? Nima qilay? Sevgi ekanda oyijon. Vo'l sevmay. Qo'lini qara, betini qara, qop-qora moy. Bir qora moy yuvib o'tasanmi? Uf, mayli oyijon. Bilib qo'y, bu yigit bilan kosang oqarmaydi. To'g'ri. Voh, yelik shunikimi? Yo'q oyijon, bu BMW. Yurchi. Bobur aka. Sevgan qizim, bular kim? Oyim? Ya, oyijon, tanishganimdan xursandman. Kuyov bola, mashina o'ziznikimi? Ha, oyijon, bu meniki. To'g'risini aytsam, men oddiy yigitman. Lekin mana shunaqangi mashinalardan 3-4 tasi uyimda yotibdi. O'zi nima ish qilasiz? Mana shu yerda oddiy ish qilaman. Mashinalarga mannol yog'idan quyaman. Bu Yevropada ishlab chiqarilgan. Buni ichgan mashinalar ishonasizmi oyijon? Samolyotda uchyapti. Shuning uchun ko'pchilik mannoldan quydiryapti oyijon. Shuni orqasidan shahardan 3-4 ta domlar oldim. Oddiy yigit bo'lganligim uchun 48 ta uchastka qurdim oyijon. Bu yerga asosan kibrimni sindirish uchun kelib ishlab ketaman oyijon. Endi menimcha sizlarga oddiy bolalar yoqmasa kerak. Men sizlarga to'g'ri kelmasam kerak. Voy, o'g'lim nega unaqa deysiz? Bizlarga oddiy pullar yoqadi. To'g'rimi qizim? Oddiyligimizga ko'z tegmasin. Bugun men sizga oddiy brilliant olib bermoqchiman, 12 ming dollarga. Oddiysidan. Ey bachki, san'atga cho'muknimaya. Zafar birorta ish yo'qmi? G'irt bekor bo'lib qoldi. Keber folgaman. Yo'q, men folga ishonmayman. Ya folga yo'q deyman. Sana bir katta ish kutyapti ukajon. Pulni ber. Avval pulni ber. Ya bu kam, bunga ko'rsatmaydi, uni ber. Ha bunga ko'rsatadi, qo'lni ber. Oho, sana bir katta ish kutyapti. Bir forma kiyasan ekan ukajon. Yo'q. Ha, qo'lingda bir palka bo'lar ekan. Yo'q, gayi bo'lamanmi deyman. Pamoyim shunaqa. Og'zingda bir svistok bo'ladi. Unda toshni gayi bo'laman. Rahmat amaki. Osh bo'lsin ukajon, osh bo'lsin. Ay ona. Sal adashibman-da. Lekin palkan toshni topman. Men folam aldaydi. Ha kelsen ket endi, bevafo. Ersiramay o'l. Ikki xonalik domimiz rastamoshkaga qancha bo'lyapti? Singlim, birinchidan rastamoshka emas, rasroshka bo'ladi. Ikkinchidan bo'lib to'lash bo'ladi o'zbekchasiga. Qiynalmasdan o'zbekcha gapiravering. Endi men rus maktabga o'qiganman-da. Maloley, zo'r ekansiz. Zo'r bo'ldi. Assalomu alaykum. Aka, ular narxi qanchadan ekan bu yerda? 5000 so'm ekan. Yo'qmi? Men qayerdan bilaman? Bozormi bu senga? Qizlardan so'ray chiqardim. Keyin to'xta, 1 avgustdan Xonsaroyda uylar narxi oshar ekan. Shunga foydalanib qolish kerak. Keyin buni hammaga ham aytaverma. O'zimiz foydalanib qolaylik, xo'pmi? Do'st, mujikman. Aka, dostoyniy. O'xshayapsan lekin. Charchamang. Aka, eshitdingizmi? Xonsaroyda 1 avgustdan uylar narxi oshar ekan-ku. Kajol. Sen uyalaman diyorum da. 1 avgustdan Xonsaroy uylari narxi oshar ekan. Ungacha olgan hozir arzonli paytida. Faqat bu gapimni hech kimga aytma, to'g'risi omonat gapda do'stim. Qani akajon, ha? Nimani eshitdingizmi? Xonsaroyda 1 avgustdan uylar narxi oshar ekan. Hozir sirroshni olib qoling, keyin ko'tarilib ketsa yig'lab yurasiz. Davay bosing, uka. Charchamang. Jigarlasizlarga tuzuk yangiligim bor. 1 avgustdan Xonsaroy uylari narxlari oshar ekan. Sizlar meni yaqin bo'lganingiz. Chera o'zingni, Kajol. Toshkentda uyingiz bormi? Yo'q aka. Ha, uyingiz yo'q bo'lsa, menda 1 avgustdan Xonsaroy uylari narxi oshar ekan. Arzon paytda olsangiz bo'lmaydimi aka? Mujik, hammaga ayt, hamma bildi o'sha. Senga bir gap gapirib bo'lmas ekan. Narxlar oshishini hech kimga aytmayotgan deb o'zim uyalmoqchi edi. Nima deyapsiz? Men hech kimga aytganim yo'q. Men mujikman. Ha, mujik ko'rdik, butun dunyoga aytdik. Akajon, shu yerdan Mustoveloga nechinchi avtobus boradi? 405-avtobus boradi. Tirik qol. Rahmat katta. Shahriyorga bironday tushuntirib ayt. Ha, aytolmayman lekin. Sen ayt. O'zingga tushuntirib aytolmayman. Qanday aytaman? Bir aytib ko'raman. Jara, gulni hidi qanday? Zo'r hidi. Zo'r, ha? Ana qo'ng'izni hidi qanday? O'sroq qo'ng'izni? Sassiqdi u. Sassiq-a? Oldin sen qilasan, ha? Sassiq ketadi. Tushundingmi? Nimani tushunishim kerak men? Ya nimani tushunishim kerak men? Tushunmadim. Borsang. Shahri,
Xo'p, cho'milib chiqqaningda qanday qilib keladi? shundan приятный. Qilib keladimi? Ay, bir hafta cho'milmasangchi Sassiq kelar-ekan. sasib ketadi, to'g'rimi? Aha. Sen qachon cho'milding? 6 kun bo'ldi men cho'milganimga. Tushunding, ha? Nimani tushunishim kerak, men tushunmayapman. Ha? Yo, nimani tushuntirmoqsizlar menga? Tushunmadim. O'zim aytay. Aytibmiz. Jura, gul bilan dengizni hidi qanday? Shu приятный bo'ladi-ku. Mana shu gul bilan dengizni hidi kelib turadigan Maliziya degan dezodorant eshitganmisan? Yo'q. Bu Italiyada ishlab chiqarilgan. 24 soat terlatmaydi, kiyimda iz qoldirmaydi. Mana bu zalga chiqqan payting ham ishlatsang bo'ladi. Teriga juda bir foydali. Faqat buni uzumdan zakaz qilsang bo'ladi. Jura, bu senga podarka. Yo'q. Tushundingmi? Voy. Voy, voy. Endi tushundimmi? Tushundingmi? Voy, bilan. Rahmat bolalar. Ha, jigarlar. Ye do'stim, Dezodorant qani? Jo'ramga berib yubordim, sasib yotgan ekan. Sen sassiq emasmisan? Tushunmadim men sassiqmiman men. Sen sassiqchasan. Voy. Akajon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akajon, boshimga tashvish tushdi. Pasportlarim, telefonlarimni yo'qotib qo'ydim. Viloyatga ketishim kerak, bir so'm pulim yo'q akajon. Puldan yordam qilib turing. Issiq qarang. Mana aka. Bu men yetmaydi aka, sal qo'shing. Uyga borib kortejga tashlab yuboraman, men bunaqa mashinalik emasman aka. Uyga ketmoqchimisiz? Yuring bu yoqqa. Qayerqa? Yuring ko'rasiz. Tinchlikmi aka? Ha, tinchlik yuring. Viloyatlik kishi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka viloyatgami? Ha, aka. Mana aka kakras o'tirib oling, o'zingizga yetib olasiz. Men beraman pulini. Siz nima deyapsiz? Men Kobaltda ketmayman, tiqilib ketamanmi aka? Yo'q, sizga nima farqi bor? Uyingizga yetib olsangiz bo'ldi, aka. Yo, siz pulini bering, o'zim keta olaman aka. Poyezdga ketasiz, bilet olib beraymi aka? Va pasportim yo'q, yo'qotdim deyman. Men mashinalik emasman, ishoning tashlab beraman pulingizni. Ketasizlarmi aka? Yo'q, yo'q aka. Yuring-da siz bu yoqqa. Bu bundan pul olish qiyin u. Yo, assalom, skor deysizlar ham bormi? Ha. Krasnoy Daloshka ham bor. Ha, yuring ichkari. Aktyormanmi men? Ye, buning ichi Dubaymi aka? Ha, shunaqa, mana shunda ketasiz aka. Yo, bu nima qilyapti? O'qima qilmang, massaj qilyapti aka. Massaj ham qiladimi? Massaj ham qiladi. Xohlasangiz, mana oyog'ingiz ko'tarib yotib ketasiz. Вообще zo'r avtobus ekan-ku bu. Eng muhimi aka 7 soatda Buxoroga kirib boradi. Yo'lda zapravka, mapravkaga to'xtab o'tirmaydi. Men tushib qolamanmi? Ha, xohlagan joyingizda tushib qolasiz aka. Yotib, mana konditsionercha, televizorchani ko'rib ketaverasiz. Al komfort yo'lovchilarning komfortini o'ylab shunaqa sharoit qilib qo'yibdi aka. Yashasin, malades, zo'r narsa qilib qo'yishdi. Qornim och qolsa nima bo'ladi? Xavotir olmang aka, mana bular ovqatingizni ham beradi. Suvingizni ham beradi. Komfort-ku bu. Aka rahmat. Endi menga pulini bering. Ama pulini berib bo'ldim shofirga. Siz tinchgina uyingizga ketsangiz bo'ldi aka. Nimaga shofirga berasiz? Men sizdan pul so'radim-ku aka. Uyimga ketaman dedingiz-ku aka. Bo'pti aka, yaxshi kunlarda. Ha, Jo'ra, qayoqdasan? Petakda yo'qsan? Buxoroga ketyapman men. Buxoroga? Plan nima bo'ldi? Pulni oldingmi? Ya, bilmadim. Pul so'rasam shu Buxoroni avtobusga o'tirg'izib oldi. Endi majbur ketyapman. Rahmini keltirib so'radingmi? Ko'rmayapti, bermayapti. Nima qilay? Ha, yo'qol unda Buxoroga. Ya, bo'pti. Ha, bo'pti, basharang qilsa. Buncha mehribonchasan? Ha? Bo'pti. Meni oyog'im tagiga qo'y so'yapsizmi? Ha, bizda mehmonni oyog'ini tagiga qo'y so'yadi. Kechgayimiz 4 kishi. 4 kishi bitta qo'yni yeysizlarmi? Ha? Ya, og'zingizlarga berganicha yeysizlar ekan-da. Siqqanicha. Ha, siqqanicha. Biz bitta qo'yni bitta qabila 1 yil yeymiz. Ko'zi borda ko'ziga, qaytib borsin o'ziga. Hazardonlar, tashqi pesh. Ya, xola nima qilyapsiz? Men nasha chekmayman. Bu kostyumasinga isra. Seni isming nima? Nigola Conte. Voy! O'zimiz Nigoraga o'xshar ekanmi? Futbolchi. Dikona qanday? Ya, молодец Koyil. O'zbekistonda chollar ertalabdan turib yugurib fizoratka qilyapti-ku. Jinnimisan? Ular nahorga oshga ketyapti, yugurib joy qolmaydi deb. Ertalabdan osh yeysizlarmi?
O'sh qanday ketadi saharda? Chotki ketadi. Ishon. Yo'q, aka, o'sh yomon qildi. Men qachon futbol o'ynayman? aka, qoravoyi 1 soatga berib turing-da. Nimaga? Soqqali ish bor.